Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati sari chiptalarni qo'lga kiritib, futbol bayramiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bir guruh ishqibozlar ushbu musobaqaga avtomobilda yo'lga chiqishdi. O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi safarga otlangan muxlislarni kuzatish marosimi bo'lib o'tdi. Unda so'z olgan sport vaziri Adham Ikromov Fabio Cannavaro boshchiligidagi futbolchilarimiz FIFA Series turniridagi g'alabalari bilan xalqimizga bayram kayfiyatini ulashganini aytib, ularga mundialda ham omad tiladi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari Ravshan Ermatov esa muxlislik so'nggi vaqtlarda o'sishga erishganini, futbolchilar, murabbiylar shtabi boshchiligida jahon chempionatida ham xalqimizni xushnud etishini ta'kidladi. Ushbu o'ziga xos avtomarafon ishtirokchilari dastlab vodiy shaharlarida bo'ladi. Biz ko'rib turganingizdek, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va albatta Qirg'iziston, Qozog'istonlarda bayroqlarni olib, butun mana shu Markaziy Osiyo davlatlarini yuzib bormoqchimiz. Ya'ni bizning jamoamiz nafaqat O'zbekiston jamoasi bo'lib qoladi, balki butun mana shu Markaziy Osiyo xalqlarining jamoasi bo'lib ishtirok etish maqsadida boryapmiz va yuradigan marshrutlarimiz bu yerdan Qozog'istonga, Qozog'istondan Rossiyaga, Rossiyadan Gruziya, Gruziyadan Turkiya, Turkiyadan Gretsiya, Bolgariya, Vengriya, Ruminiya, Xorvatiya, Avstriya, Germaniya, Belgiyadan avtomobillarimizni, mashinalarni kemaga ortamiz. Mashinamiz bo'lak yo'l bilan ketadi. Biz o'zimiz yana shu yer bilan Fransiya orqali o'shaligi Titanic deydi. O'sha yo'llarni inshaalloh bosib o'tib Amerikaga, Nyu-Yorkka borish maqsadimiz. Avtomarafon ishtirokchilari Markaziy Osiyo davlatlari va xalqlari o'rtasidagi do'stona aloqalarni yanada mustahkamlash maqsadini ham ilgari suradi. Avtomarafon ishtirokchilarini kuzatish marosimida milliy terma jamoa a'zolari Otabek Shukurov va Rustam Ashurmatovlar ham ishtirok etishdi. Mana bugun bizni haqiqiy muxlislarimiz, o'sha bizni har doim adashmasam 20-25 yildan beri terma jamoani qo'llab-quvvatlab kelayotgan o'sha Abdurahmon Fozilov boshchiligidagi fan klub rahbarlarini Amerikaga kuzatishga tashrif buyurdik. Ularga oq yo'l safari bexatar bo'lsin. Ular bizni har doim qo'llab-quvvatlab kelgan. Bizlar ham shu futbolchi sifatida ularni qo'llab-quvvatlashga har qanaqa holatda tayyormiz. Yo'li ochiq bo'lsin. Inshaalloh biz ham duo qilamiz haqlariga. Inshaalloh Amerikaga borib bizni chiroyli, yaxshi kutib olsa, biz ham xursand bo'lamiz. Inshaalloh shunga yarasha tayyorgarlik ko'ramiz. Istaymizki, inshaalloh o'sha bayrog'imiz balandga ko'tarilaversin. Hech kimga taklif qilishmadim, futbolchilardan birga yuraylik. Men boraman dedim endi. To'g'ri kelsa. Abdurahmon Fozilov boshchiligidagi muxlislar guruhi 12-aprelga qadar respublikamizning turli shaharlarida bo'lib, so'ngra Qozog'iston orqali xalqaro safarni boshlashadi.